Erim Temur vafot etdi. Baxtsiz hodisa deyishdi. Lekin men ishonmadim. Haqiqatni uning ukasi qayinim Rustam bilishini sezardim va men bu sirni ochish uchun uning yotog'iga kirishga ham tayyor edim. Mening ismim Zarina. 1 yil avval hayotim barbod bo'ldi. Erim Temur mening hamma narsam qurilishdagi baxtsiz hodisa tufayli vafot etdi. U yiqilgan hamma shunday dedi. Politsiya ham ishni yopdi. Lekin mening yuragim u ishonmasdi. Temur ehtiyotkor odam edi. Qanday qilib men uning ortidan qolgan katta uyda yolg'iz qoldim. Xotiralar, shubhalar meni kemirardi. Temurning ishi, uning sheriklari. Men hech narsani bilmasdim. Faqat bir odam. Temurning ukasi Rustam u akasining ishlaridan xabardor edi. U endi kompaniyani boshqarardi. Rustam mendan 5 yosh katta. Kelishgan aqlli, ammo sirli. U akasi tirikligida ham menga boshqacha qarardi. Uning nigohida men faqat akasining xotinini emas ayolni ko'rgandek bo'lardim. Bir kuni Temurning kabinetini tartiblay otib, uning seyfidan galati bir xat topib oldim. Ular meni tinch qo'ymayapti. Agar biror narsa bo'lsa, Rustamga ishon. Imzo yo'q. Bu nima degani? Kim ular? Rustam nimani biladi? O'sha kundan boshlab men Rustamni kuzatib boshladim. Uning har bir harakati, har bir so'zi men uchun jumboq edi. U menga gamxorlik qilardi. Yolg'iz qiynalayapsiz, Zarina. Balki birga kechki ovqatga borarmiz derdi. Men avvaliga rad etdim. Ammo keyin rejam paydo bo'ldi. Haqiqatni bilishning yagona yo'li unga yaqinlashish edi. Uning ishonchiga kirish va agar kerak bo'lsa undan ko'proq narsani olish. Men o'yinni boshladim. Uning takliflariga rozi bo'la boshladim. Birga kechki ovqat, teatr. U menga qimmatbaho sovg'alar qilar, chiroyli so'zlar aytardi. Men o'zimni yo'qotayotgandek edim. Bu shunchaki o'yinmi? Yoki men chindan ham unga tortilyapmanmi? Uning nigohi endi unda faqat sir emas, balki ochiq istak ham bor edi. Bir kuni kechasi restorandan qaytayotganimizda yomg'ir boshlandi. U mashinani mening uyim oldida to'xtatdi. Ichkariga kirib yomg'ir tingincha kutishim mumkinmi? Dedi. U yuragim gupillab ketdi. Bu o'yinning bir qismi edi. Ammo men buni xohlardim. Kirishingiz mumkin, dedim. Oksda ichkariga kirdik. Men unga qahva tayyorladim. Biz Temurning rasmi qarshisida o'tirardik. Akam u sizni juda sevardi. Men ham uni sevardim. Lekin uning o'limi bu menga tinchlik bermayapti. Siz nimadir bilasizmi? Rustam o'sha xat uning yuzi o'zgarib ketdi. U qo'limdan tutdi. Rustam pichirlab, ba'zi sirlar ochilmagani yaxshi. Zarina, siz uchun u menga yaqinlashdi. Men orqaga chekinmadim. Men haqiqatni bilishim kerak edi. Va men uning yaqinligini istardim. Uning nafasi yuzimni kuydirardi. U egilib lablarimdan o'pdi. Bu bo'lsa, bu mening shubhalarimni ham, qo'rquvlarimni ham eritib yubordi. Bu otash edi. Men uni itarib yuborish o'rniga qo'llarim bilan uning sochlarini changalladim. Bu endi o'yin emasdi. Bu haqiqat edi. U meni ko'tarib oldi. Qaysi xona, dedi Hansira. Men boshim bilan erimning yotoqxonasini ko'rsatdim. Bu aqldan ozish edi. Lekin men to'xtay olmasdim. O'sha tun men erimning yotog'ida, uning ukasining quchog'ida edim. Uning teginishlari, uning kuchli qo'llari. U mening tanamni go'yo zabt etilayotgan qaladek o'rganardi. Har bir teginishi bilan men zaiflashib borardim va yanada ko'proq istardim. Sen meniki bo'lishing kerak edi, dedi uansirab. Uning lablari oq, uning lablari. Ular mening tanamning har bir nuqtasini uyg'otdi. Ko'kraklarimni shunday ehtiros bilan o'pardiki, men ingrab yubordim. Uning tili, u mening ayolimni shunday mahorat bilan erkaladiki, men hushimdan ketayozdim. Ayt, nimani bilasan, dedim mensirab uning harakatlari orasida. Jim, dedi u. Hozir emas, u ichimga. Katta go'sht kaltagini tiqqanida men chinqirib yubordim. Bu og'riq va lazzatning, shubha va ehtirosning portlashi edi. Uning har bir zarbasi meni ham haqiqatga, ham lazzat kayfga yaqinlashtirardi. Biz bir-birimizdan lazzatlanardik va bir-birimizsiz yashay olmasdik. Bizning tanamiz bir butun olovga aylandi va biz o'sha tun haqiqat va yolg'on aralashgan otashin choqqiga chiqdik. Bizning yashirin uchrashuvlarimiz davom etdi. Har bir tun ehtirosli, har bir kun esa shubhali edi. Men unga tobora bog'lanib borardim. Ammo haqiqatni bilish istagi ham kuchayardi. Nihoyat, bir kuni men chiday olmadim. Aytang, olgan bu senmi, deb baqirdim uning yuziga. U menga uzoq tikilib turdi. Keyin chuqur qo'rsindi. Yo'q, dedi u, bu men emas. Akam u o'zini oldirgan. Musiqa,
Men qotib qoldim. Nima u katta qarzga botgandi, aldangandi. U bu sharmandalikni ko'tara olmadi. Oshsha xat u menga oilasini yana seni himoya qilishimni vasiyat qilgandi. Uning qarzlari, dushmanlari men hammasini yopdim. Senga aytolmadim. Seni ayadim va menga yaqinlashding. Ha dedi u ko'zlarimga tikilib. Avvaliga seni himoya qilish uchun. Keyin esa men seni sevib qoldim, Zarina. Akam tirikligidan beri men seni sevaman. Dunyo ostin ustun bo'lib ketdi. Erim o'zini o'ldirgan. Qaynim uni sevgan, meni sevgan va men ham uni sevib qolgandim. Bu murakkab, bu chigal haqiqat. Rustam oldimda tiz cho'kdi. Meni kechir. Lekin sevgim haqiqiy. Birga bo'laylik. Hammasini unutamiz. Men unga qaradim. Uning ko'zlarida sevgi bor edi. Ammo bu sevgi yolg'on ustiga qurilgandi. U meni aldagan edi. Himoya qilish uchun bo'lsa ham. Men boshqadim. Yo'q dedim ota. Men keta olmayman, lekin men qola olmayman ham. Men o'sha uydan chiqib ketdim. Erining xotiralari, qaynimning ehtirosi hammasini ortda qoldirdim. Men haqiqatni topdim, ammo bu haqiqat menga taskin bermadi. Men sevgini topdim, ammo bu sevgi gunohkor edi. Men endi yolg'iz edim, ammo erkin edim. Qalbimdagi olov hali ham yonardi. Ammo endi bu olov faqat meniki edi. Men o'z hayotimni boshqatdan qurishim kerak edi. Bu safar yolg'onsiz.